50.000 kilometr garantiya berdim. 60 yurib ketdi. Shundan yog'lar hali qip-qizil hali. Bugun Avtoport servisda Cobalt avtomat mashinasi. Bu Cobalt mashinasini maxsus apparat yordamida korobcha moyini almashtiramiz. Videoni oxiridan kuzatsangiz, maxsus apparat korobchani yo'qmi, yo'qmi ko'rsatib beramiz. Apparatni korobcha uladik. 440 ming yurgan mashinamizda. Buni yurishidan sabab Bizol avtomat korobcha yog'larini sotib berganmiz. Buni 440 mingdan rushnoy almashtirganmiz. Birinchi marta apparat yordamida almashtirishimiz. Mashinani ishlatib bo'ldik. Tak, yine köna tarafından hem özüdün yağı geldi. Yani polni almıştı. Bu narsani Xudo xolasa mashinani haydab kelib size farqlab gösterib beramiz. Korobchamizda maxsus urvin bolti var. Shuni ochib urvinni tekshiramiz. Yani yağ urvinda indiki masala boltni yechib yağni sostanasini ko'rsatamiz. Yürüyün. Bunda taza yağ, bunda korobçanın içindeki yağ. Bunu taza bo'lishina sabab o'z vaqtida almashtiriladi. Yani qimmat yaxshi gradusda chidaydigan yağ soladi. Shuning uchun postoyanniy qizil. O'z vaqtida korobcha yağlarini almashtiringlar. Bu apparat hech qanday korobchaning ichini yuvmaydi, so'rab ham olmaydi, chaymaydi ham. Iloji bo'lsa, shu narsani ko'rjak bo'lsa, ko'na yağni, salinjak yağni haydab bo'lib korobchaning ichidagi yağni ko'ringda. Shundaki siz korobchangizni yuvdirdingizmi, yuvdirmadingizmi bilib olasiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib ko'rsangizda sizlarga qiziqarli video qo'yishni davom etamiz. Sizlar bilan Avtoport jamoasi bo'ldi.